Alloh taolo bandalarini bu dunyo hayotida imtihon qiladi. Ya'ni bizlarga berilgan bu hayotiy dunyo aslida sinov, imtihon dunyosi. Alloh subhanahu va taolo qaysi banda qanday amal qilishligini imtihon qiladigan dunyo. Qur'oni Karimda bu haqda Alloh taolo aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U zot shunday zotki, sizlarni qaysi biringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinashlik uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir dedi. Demak, Alloh taolo bizlarga bu hayotni berishligi mana shu hayotiy dunyoda qaysi birimiz qanday amal qilamiz, ana shuni imtihon qilishlik ekan. Demak, banda mana shu imtihonning natijasini qiyomatda adolatli hisob-kitobdan keyin albatta ko'radi. Kim dunyo hayotida ezgu, savob ishlarni ko'p qilgan bo'lsa, oxiratda najot topadi. Kimki bu hayotiy dunyoda g'aflatga botib, gunoh ma'siyatlarni qiladigan bo'lsa, qiyomat kunida yuzi qora holatda bo'ladi.